Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durust. Birinchi kitob, 4-darsda davom etamiz. 24-bet. Min ila harfi jarlardandir. Biz avvalgi darsda aytib o'tganimizdek, arab tili olimlari harfi jarlarni ba'zilari 20 ta hisoblagan bo'lsa, ba'zilari 21 ta hisoblab o'tgandir. Harfi jarlar o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qiladi. Jarning asli kasradir. Ya'ni jar desa aslida kasra tushunamiz ba'zi ismlardan tashqari. Min ila harfi jarlardan, masalan, al-baytu dommalik edi. Min harfi jar kelgandan keyin min al-bayti bo'lib, oxiri jar bo'ldi, kasra bo'ldi va bu kasrani min harfi jar olib keldi. Al-masjidu dommalik edi. Ila harfi jar kelgandan keyin ilal masjidi bo'lib, oxiri jar bo'ldi va bu jarni harfi jar ila olib keldi. Avvalgi darsda aytib o'tganimizdek, harfi jardan keyin kelgan ismlar ismi majrur deyiladi. Min harfi jar, al-bayti ismi majrur, ila harfi jar, al-masjidi ismi majrur. Harfi jar minning 15 ga yaqin ma'nosi bor, ya'ni 15 xil ma'noda keladi. Biz bu yerda o'rganayotgan ma'nosi ibtidaiyadir, ya'ni biror bir g'oyaning, ish harakatning boshlang'ich nuqtasi. Masalan, zahaba yasirun minal bayti ilal masjidi. Yosir uydan masjidga ketdi. Bu gapdagi harfi jar min ish harakati, ya'ni ketmoq, bormoq, ish harakat qayerdan boshlanganligini ifodalamoqda. Minal bayti uydan deb, chiqish manzili uydan boshlandi deyilmoqda. Harfi jar ilaning 8 ga yaqin ma'nosi bor, ya'ni 8 xil ma'noda keladi. Bu yerda biz o'rganayotgan ma'nosi minning ziddidir, ya'ni biror bir g'oya, ish harakatning yo'nalishi va tugash nuqtasini ifodalaydi. Masalan, xuddi shu misolda zahaba yasirun minal bayti ilal masjidi, Yosir uydan masjidga ketdi deyilgan misolda ila ish harakat, ketishlik, chiqishlik qayerga yo'naltirilganligini va borib to'xtashlik nuqtasi, tugashlik nuqtasi, ish harakatning qayerga ekanligini bildiradi. Ilal masjidi deb, ya'ni ketishlik masjidga yo'naltirilgan va ketishlikning nihoyasi borib masjid bo'lishligini ifoda qilmoqda. Ya'ni qayerga yo'naldi Yasir? Masjidga. U qayerga boradi oxiri? Masjidga boradi. Kitobda berilgan dialogga, ya'ni mudarris bilan Muhammadning orasida bo'lgan o'zaro suhbatga diqqatimizni qaratamiz. Mudarris so'ramoqda: Min ayna anta? Sen qayerdansan? Anta zamir munfasil bo'lib, muxotob, ya'ni tinglovchi, eshituvchi uchun bitta erkak kishi uchun ishlatiladi. Sen degan harfi jar minning ma'nosi ibtidoiyadir. Min ayna anta? Sen qayerdansan? Ya'ni sening kelib chiqishliging qayerdan bo'ladi? Qayerdan boshlanadi ma'noda. Mudarrisga Muhammad javob bermoqda. Ana minal yabani. Men Yaponiyadanman. Ana zamir munfasil bo'lib, mutakallim, gapiruvchi birlikka ishlatiladi. Men degan ma'noda. E'tibor bersangiz, min harfi jardir. O'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qilmoqda. Minal yabani deb. Ammo min ayna anta jumlasida esa min harfi jardan keyin ayna ismi kelsa ham oxiri o'zgarmayapti. Sababi nimada? Uni o'rganamiz. Omil. Omil u kalimaning oxirini muayyan bir holatga kelishining sababchisidir. Bilingki, agar bir so'z gapning ichida oxiri o'zgarsa, dommadan kasraga, kasradan fathaga, fathadan sukunga o'zgarishning sababchisi omildir. Omil o'zidan boshqa so'zga ta'sir qilib, oxirini o'zgartiradi. Biz omillardan hozircha harfi jarlarni o'rgandik. Masalan, baytun so'zini olsak, oxiri dommalikdir. Hamidun fil bayti desak, dommadan kasraga o'zgartirgan omildir va u omil harfi jardir. Keyingi misolda innal bayta kabirun desak, baytun so'zining oxiri fathaga o'zgardi va bu fathani olib kelgan, fathaga aylantirgan inna omilidir. Inna haqida o'z o'rnida o'rganamiz. Demak, omil gapda o'zidan boshqa so'zga ta'sir qilib, oxirini o'zgartiradi. Endi omil ta'sir qilib, oxiri o'zgargan kalima, so'z
mo'rob hisoblanadi. Masalan, hamidun fil bayti, innal bayta kabirun. Bu misollarda avvalgi misolda omil harfi jar kelganligi sababli baytun so'zining oxiri kasraga o'zgardi. Ikkinchi misolda esa omil bo'lmish inna kelganligi sababli baytun so'zining oxiri fathaga o'zgardi. Demak, baytun kalimasi mo'robdir, chunki u omil ta'sir qilib oxiri o'zgarmoqda. Endi omil kelsa ham oxiri o'zgarmaydigan kalimalar bor, ularga mabni deyiladi. Masalan, hada so'zini olsak, uning oxiri alif harakatsiz, sukunlik. Gapni ichiga kiritsak, hamidun fi hada dukkani deb hada so'zining oxiri o'zgarmadi. Holbuki fi harfi jar o'zidan keyin kelgan ismni oxirini jar qilar edi. Keyingi misolda inna hada kabirun. Bu yerda ham hada so'zi oxiri alif sukun holida turibdi. Holbuki inna omil bo'lib fathaga o'zgartirar edi. Hadaning oxiri sukun bo'yicha turibdi. Chunki hada va shu kabi so'zlar mabni hisoblanadi. Mabni so'zlar esa omil kelsa ham oxiri o'zgarmaydi, o'zgarish qabul qilmaydi. Qanday bo'lsa, o'z holicha turaveradi. Mudarris va Muhammadning orasidagi suhbatga qaytsak, min ayna anta, sen qayerdansan? Ana minal yabani, men Yaponiyadanman. Min omil o'zidan keyin kelgan ismga ta'sir qiladi, ya'ni kasroni olib keladi. Yabani ismi esa omilning ta'siriga tushib, oxiri o'zgaradigan mo'rob kalimadir. Ammo ayna ismi esa omil bo'lmish min kelsa ham oxiri o'zgarmay fatha holicha qolyapti. Chunki ayna ismi o'zgarish qabul qilmaydigan mabni ismlardandir. Mudarris so'rayaptiki, va min ayna Ammarun, va Ammor qayerdan? Muhammad javob berib aytayaptiki, huwa minassini, u Xitoydan. Huwa zamir munfasil, bitta erkak kishi uchun ishlatiladi. U degani bu yerda Ammorga qaytmoqda. Ya'ni huvadan murod Ammordir. Min omildir. As-sin kalimasi mo'rob kalimadir. Chunki omil bo'lmish min sababli oxiri o'zgarmoqda. Ammo ayna kalimasi esa mabnidir, chunki omil bo'lmish min kelsa ham oxiri o'zgarmayapti. Mudarris so'rayaptiki, va min ayna hamidun, va Hamid qayerdan? Muhammad javob beryaptiki, huwa minal hindi, u Hindistondan. Yuqoridagidek huwa zamir munfasil bu yerda Hamidga qaytadi. Huvadan murod Hamiddir. Savol va javobdagi harfi jar min omildir. Hind kalimasi esa mo'rob kalimadir, chunki omil ta'sirida oxiri o'zgarmoqda. Ammo ayna kalimasi esa mabni omil min kelsa ham o'zgarmayapti. Ayna Abbasun, Abbos qayerda? Xoraja, chiqdi, chiqib ketdi. Ayna zahaba, qayerga ketdi? Ayna ismi istifhom, bu yerda Abbosning makonini so'rayapti. Muhammad javob berib aytayaptiki, zahaba ilal mudiri, mudirning yoniga ketdi. Bu jumladagi ilaning ma'nosi intihadir, ya'ni Abbos qayerga yo'nalganligi va borar nuqtasi, borar joyini ilal mudiri deb mudirning yoni ekanligini ifodalamoqda. Va ayna zahaba Aliyun, va Ali qayerga ketdi? Zahaba ilal mirhadi, u hojatxonaga ketdi. Ilaning ma'nosi intihadir, ya'ni Ali yo'nalgan joyi, borar joyi hojat ekanligini ifoda qilmoqda. Demak, bugungi darsni qisqacha xulosa qilsak, bugungi darsda min ila ikkita harfi jarni o'rgandik. Minning ma'nosi g'oya, ish harakatning boshlang'ich nuqtasi, ila esa uning aksi, ish harakatning yo'nalishi va borib tugaydigan nuqtasini ifodalaydi. Omil u kalimaning oxirini muayyan bir holatga kelishining sababchisidir. Ya'ni gapda o'zgarishning sababchisi omil hisoblanadi. Omildan ta'sirlanib oxiri o'zgaradigan kalima mo'rob deyiladi. Omil kelsa ham oxiri o'zgarmaydigan kalimaga mabni deyiladi. Keyingi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.